Bizning vaziyatimizda 50 gram yukni 40 gram yuk osish orqali ko'tara oldik. Ideal sharoitda ikkita ko'char blok orqali 3 dan 4 marta yuta olish mumkin edi. Ko'chmas blokimiz bo'lsa, orqali esa 12,5 gram yukni osib, umumiy hisobda 50 gram yuk ko'tarishimiz mumkin edi. Endi savol, nega aynan bizning vaziyatimizda bunday voqea ro'y bermadi? Izohlarda javoblaringizni qoldiring.